Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Asaka tumani Qo'ng'irot mahalla fuqarolar yig'iniga kelganmiz. Asakadagi Ponni Andijondagi eng nomerali uzumlar qayerda yetishtiriladi desa, xotirjam buni Andijon oblasti bo'lsa kerak menimcha. Asaka Qo'ng'irot mahallasida yetishtiradi. Bu taraf esa Asakadan kelib chap qo'lga burilish, Qo'ng'irot sentriga kirishinglarga soy bo'yidan o'tgandan keyin o'ng qo'lda gilam yuvish markaziga keldik. Qani bitta tanishib chiqamiz. Bundan ro'parosa 15 yil oldin ish faoliyatini UzAvto Motors'da boshlagan do'stimiz hozirda 4 yil zavodda ishlab turib, zavoddan chiqib ketgan, ish faoliyatini tadbirkorlik bilan shug'ullanayapti. Mana shu Dostonbek do'stimizga omad tilaymiz. Do'stim Horming. Salomat bo'ling. Qani joningiz sog'mi? Charchamayapsizmi? Xo'p, mana shu yerda maqtash o'zi shunday keldik. Gilam, to'shak, ko'rpa, adyol, luboy narsalarga. Yumshoq mebel, mashina ximchiska. Xo'p, Hamma xizmatlarimiz bor. Uyga borib bo'shatkalarni yuvamiz, fasad, telefonlarni yuvamiz, xudo xolasa. Odamga qanaqa zarurat uydagi qilinadigan ishlar bo'lsa, hamma shart-sharoitlari o'zingizlarda mavjud. Yana bitta narsa, meni uyimda gilamlarim bor, olib kelgan sharoitim yo'q deb, mabodo shu Asaka xalqi, Qo'ng'irot, Qayrag'och, Niyozbotir, umuman To'ramchik, Bo'zariq, Chaqmoq mahalla Kuchgan, Ozod Pravda, luboy joydan chiqib qolsa, borib olib kelish shart emasmi? O'zingiz olib kela olasiz? bitta bu yerdan emas. Bitta bu yerdan emas. O'tgacha dastavkam besplatniy. Akalar, Asaka emas, men adashibman Asaka deb. Butun Andijon oblasti bo'yicha. Andijon oblasti bo'yicha. Borib olib kelib, yuvib, chiroyli qilib, topshiriq xizmatigacha xizmatinglar bor. Shirin hidli qilib, salafanlargacha o'raymiz. Salafanlarga o'ra upakovka qilib, yangi magazinda holatda qilib yuborib beramiz. Yana bitta do'stim, agar Abdulhamid 232 Asakaga, ya'ni menga obuna bo'lgan bo'lsa, sizni nima chiqadi profilinglar? Asaka Nurgilam yuvish. Xo'p, unga ham obuna bo'lgan bo'lsa, qanday yengilligi bor, qanday erkinligi bor, qanday xursandchiligi bor? Mayda juda qilib yurmaymizda 25% skidka qilib beramiz. 25% skidka. Sizga obuna bo'lishgan bo'lsa, Asaka Nurgilam yuvishga obuna bo'lib, yuvishga bemalol qilaveradi. Mana har qanaqasiga orqadagi fon bo'lakcha deydi-yu, men tarranchi cho'milaman deb qon qilyapti. Xullas qanaqa xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, sizga obunachilaringizga 25% skidkamiz bor. Malades do'stim. Manzilni bir qator tushuntirib o'tasizmi? Xo'p, manzil Asaka tuman, Qo'ng'irot qishlog'i. Tushunarli. Qo'ng'irotda UzAvto Motors'da, ya'ni bilmayman, 40-50% oshna-og'aynilarim, akaxon, ukaxonlarim bor. Bu videoda Qo'ng'irotliklarga shunday tashlab qo'yamiz. Sarson bo'lib, qadi yursammikin, qachon suv keladi ekan deganlar hijolat olmanglar. Tortmasdan pastdan nomer qoldiramiz. Telefon qilsanglar, Dostonbek g'izida borib turib, shu xizmatlardan to'laqonli qoniqasizlar, xursand bo'lasizlar, mamnun bo'lasizlar. Yana xizmatlar bo'lsa, bemalol aloqa etsa bo'ladimi? Aloqaga chiqaverasizlar, 1 oy garantiyamiz bor qilgan xizmatimizga. Mana ko'ryapsizlar, yuvilgan hozir. Yana apparatlarda yuvadi ekan. Qoldik. Barchaga sog'lik, salomatlik tilayman. Albatta, ratsiya boshqa tema. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.